Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz deb yangi video roligini boshladik. Yangi video roligini boshlashdan oldin do'stlar, kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib bittadan like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Mavzuga qaytadigan bo'lsa do'stlar, Rossiyada bilasizlar Din Pobeda 9-may kuni, lekin shunga qaramasdan 1-maydan boshlab bular bayram boshlavorishadi. Hozirda shu 1939-yildan boshlab 1941-yilgacha urushda qatnashgan harbiy texnikalarni xalqqa ko'rsatishadi. Mana hozir o'sha paytdagi poyezdlar kelyapti. Hamma shuni ko'rib videoga olish bilan ovora. Mana o'zingizlar ham ko'rib guvohi bo'lyapsizlar. Men ham sizlarga ko'rsatay deb shu videoni ilindim do'stlar. Kichkina mehnatimni qadrlagan holatda shu videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Marhamat, sizlar ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana shu oldimizdan o'tayotgan poyezd haqiqatan ham hozirda ko'mirga yuradi. Bunaqaliga nima deydi? Salarka, benzinga yurmaydi. Haqiqatan ham shu ko'mir orqasiga yuklab olgan shu ko'mirga yuradigan poyezd. Mana o'zingiz guvohi bo'lyapsizlar. O'sha 1939-yildan boshlab 1941-yilgacha faol ishtirok etgan shu urushlarda odamlarning rasmini oynalarga mana yopishtirib olishibdi. Bularni to'g'risini aytish kerak. Men tanimayman. Endi biz u paytda bo'lmaganmiz ham, lekin mana sizlarga ko'rsatib qo'yaman do'stlar. Katta yoshdagi otaxon, onaxonlarimiz baribir bularni tanisa kerak. Chunki shu nomlari televideniyalarda e'lon qilingan, gazeta, jurnallarda chiqqan o'sha paytdagi mana ekan hamma rasmlarni oynalarga yopishtirib olib o'tishyapti. Mana bu o'sha urush davrida qatnashgan harbiy texnikalarni orqasiga yuklab olishgan. Buni xalq ko'rsin uchun mana shunday qilib yuklab aylantirib Rossiya bo'yicha ko'rsatib yurishadi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa do'stlar bittadan like bosing, albatta kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.